Titr konsentratsiya mavzusidan 86-testga e'tibor beramiz. 86ni so'rashgan ekan. 0.2 titrli 1500 ml karbonat kislota eritmasiga shu kislotaning 2500 ml X titrli eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi kislotaning titri 0.325 gram taqsim millilitrga teng bo'lsa, X ni aniqlang deb savol beribdi. Xo'sh, demak, birinchi eritma tarkibida qancha modda borligini topaylik. 0.2 titrli degani 1 millilitrda 0.2 gram karbonat kislota bor. Bizga esa 1500 millilitr berilgan. 1500 millilitrda qancha? Topinglar. 300 gram karbonat kislota bor. Endi jami eritmaning hajmi kerak bizga. Hajm eritma. Birinchi eritma 1500 millilitr, ikkinchisi 2500 millilitr. Qo'shsak 4000 millilitr. Va mana shu hosil bo'lgan eritmaning titrini 0.325 degan. Ya'ni 1 millilitrda 0.325 gram kislota bor. Bizda esa eritma 4000 millilitr. Bunda necha gram? 1300 gram karbonat kislota. Jami karbonat kislotani massasida, endi delta massa. Jami massa 1300 gram ekan. Birinchi eritma tarkibida 300 gram bor edi. Demak, ikkinchi eritma tarkibida 1000 gram karbonat kislota bo'lgan. 1000 gram karbonat kislota bo'lgan. Endi ml degan gap yo'q, millilitr bu. 2500 millilitrmidi ikkinchi eritma? 2500 millilitrda 2500 millilitrda 1000 gram karbonat kislota bor ekan. 1 millilitr eritmada necha gram? 0.4 gram taqsim millilitr ekan titri. A javob to'g'ri ekan. 86 ga A bo'ldi. Keyin 93 ni so'rashgan ekan. 93 ga e'tibor beramiz. 500 millilitr titri 0.104 gram taqsim millilitrga teng bo'lgan eritmada necha gram bariy xlorid bor deb savol beribdi. Titri 0.104 ekan. 93. Bu degani 1 millilitrda 0.104 gram bariy xlorid bo'ladi. Bizga berilgan eritma esa 500 millilitr ekan. Buni ko'paytirsak necha? 52 gram bariy xlorid bor ekan. Shunda javob to'g'ri ekan. 93 ga D bo'ldi. Keyin necha so'raldi? 96 midi? Xo'sh, 95 ekan, ha? 93, 95 ga e'tibor beramiz. 95 da 1 mol sulfat kislota necha litr? 1 mol sulfat kislota necha litr titri 0.196 gram taqsim millilitrga teng bo'lgan eritmada bo'ladi deb savol beribdi. 95 1 mol sulfat kislota bu molekulyar massasiga teng, ya'ni 98 gramga teng. Bizga titrini necha dedi? Bu degani 1 millilitr eritmada 0.196 gram sulfat kislota bor. Bizda esa sulfat kislota 98 gram bor. Bu necha millilitrga to'g'ri keladi? 500 millilitr eritma ekan. Bizdan agar litrda so'ralgan bo'lsa, mana shu 500 millilitrni 1000 ga bo'lsak litrga aylanadi. 0.5 litr ekan. Demak, A javob to'g'ri. 95 ga A bo'ldi. Keyin yana 104 so'ralgan ekan. 104 0.8 litr misik sulfat eritmasiga 1.2 litr suv qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasi 0.016 gram taqsim millilitr bo'lsa, dastlabki eritmaning titrini toping debdi. 104. O'tgan dars ham ko'rgandik, shunga o'xshash menimcha. Qaranglar, hozir eritmani dastlab qancha edi? Hajmi 0.8 litr edi. Keyin 1.2 litr suv qo'shildi deyaptimi? 0.8 plus 1.2 endi 2 litr bo'ldi. Eritmani hajmi oshgan. Necha marta oshgan? 2 litrni bo'lamiz dastlabki hajmga. 0.8 litrga bo'lamiz. Necha? 2.5 marta. Qarangda, eritmani hajmi
oshsa konsentratsiyasi kamayadi-da. Eritmani hajmi oshgan. Hajmi 2,5 marta oshgan. Demak, konsentratsiyasi 2,5 marta kamaygan. O'sha kamaygan holatda konsentratsiyasi 0,016 gram taqsim millilitr bo'lib qolgan. Bu kamaygan holati. Dastlabkisini topmoqchi bo'lsangiz 2,5 ga ko'paytirishingiz kerak. Demak, hozirgi konsentratsiyasi 0,016 gram taqsim millilitr bo'lsa, uni 2,5 ga ko'paytiramiz. 0,04 gram taqsim millilitr bo'lgan dastlab. Xo'sh, 104 B bo'ldi. 104 B bo'ldi. Yani necha so'ralgan? 106 mi? 106. Shalarga sig'adimi yon bir ko'raylik-da. 0,8 litr 0,1225 titrli sulfat kislota eritmasidan 100 ml suvni bug'latildi. Hosil bo'lgan eritma titrini toping. Endi bug'latildi deyapti. Buni ham ikki xil usulda ishlash mumkin edi. 106. Mana shunga o'xshatib ishlaylik. Qancha edi? Qarang, 0,8 litr degani 0,8 ni ko'paytiramiz 1000 ga. Bu 800 millilitr degani edi. Keyin 800 ayru 100 millilitr suv bug'latib yuborildi. 700 millilitr bo'ldi. Ya'ni eritmani hajmi kamaydimi? Konsentratsiyasi ortishi kerak. Hajm necha marta kamaydi? 800 ni bo'lamiz 700 ga. Aniq sonini aytinglar. 1,140 2 dan keyin necha bor? 3 deylik. 1,143 marta kam. Hajm 1,143 marta kamaydimi? Demak, konsentratsiya 1,143 marta ortishi kerak. Xo'sh, dastlab qancha edi? Qarang, dastlab titr 0,1225 edi. 1225 gram taqsim millilitr edi. Uni ko'paytiramiz. Demak, hajm kamaygan, konsentratsiya ortishi kerak. 1,143 ga ko'paytiringlar. 0,14 gram taqsim millilitr konsentratsiyaga ega bo'ladi va bu A javob turibdi. A javob to'g'ri. Xo'sh, yechimlar tushunarlimi? Tushundilaringmi? Test yozib o'yinglar.